olqishlar, hayajon va dunyo e'tirofi. I'm saying yes. I'm saying yes. Oh, yes. Thank you. Hammasi tanqidlar girdobiga tushgan mashhur ovoz loyihasidan boshlangan edi. Ammo aynan shu sahna vaqt o'tib yangi yulduzlarni kashf eta boshladi. Bugun esa dasturning yorqin kashfiyotlaridan biri endigina 11 yoshni qarshilagan o'zbek qizi butun dunyoni hayratda qoldirmoqda. Tarixda ilk bor o'zbekistonlik yosh iste'dod xalqaro miqyosdagi nufuzli Britain's Got Talent sahnasida o'z ovozini jaranglatdi. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world and I'll never be enough. Hakamlar esa hayratlarini yashira olmadi. Yasmina Husniddinova Britaniyada o'tkazilgan mashhur iqtidorlar shousida ishtirok etib, tomoshabinlar qalbidan joy oldi. Aslida esa Yasmina bizga begona emas. U telekanalimizdagi Ovoz bolalar loyihasida ham o'z iste'dodini namoyon qilib ulgurgan. Bundan tashqari 2025-yilda u Italiyada o'tkazilgan Sanremo Junior xalqaro tanlovida Grand Prix sohibasiga aylangan edi. Yasmina o'zining kuchli vokali va sahnadagi ishonchli chiqishlari bilan yana bir bor barchani lol qoldirdi. Bugun uning ovozi nafaqat sahnani, balki millionlab qalblarni zabt etmoqda. Va ehtimol bu hali boshlanish xolos. Telekanalimiz nomidan Yasminani samimiy tabriklaymiz.